Bizni tanlab, juda ham to'g'ri qildingiz. Bog'chamizda qizingiz rus tili, fransuz, ingliz, hattoki nemis tillarini o'rganadi. Fransuz, ingliz, nemis tillarini o'rganadi. Kapitan dada yordam yetib keldi. I am here to say my daughter. What? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Жила-была красная шапочка. Iya. Yerto'laga tushsang, ikkita eshik bor. Guten Weiß. Eins, zwei, drei. Yer yutkur kampir, meni aldabdi-ku. Meva tahko'rjami. Bonjour. Merci. Yo'q. Ha qizingiz fransuzchani, nemischani bilsa, buni nimasi yomon? Buni hech ham yomon yeri yo'q. Lekin qizimning tili endi chiqyapti. Uni ilk so'zlari, xayollari va fikrlari o'z ona tilida bo'lishini xohlayman.